Samarqand – tarix va madaniyat beshigi. Ammo bu shahar faqat tarix bilangina emas, balki sport maydonlarida ham o'z ovoziga ega. Ana shunday nomlardan biri bu Dinamo Samarqand. 1960-yilda tashkil etilgan ushbu klub Samarqand futbolining timsoliga aylangan. Ilk jamoa zavod ishchilari tashabbusi bilan shakllangan bo'lib, havaskor futbolchilardan iborat edi. Ammo qisqa vaqt ichida u professional yo'lga qadam qo'ydi. Dinamo nomi sobiq ittifoq davrida mashhur sport jamiyatiga tegishli bo'lib, bu nom ostida Kiyev, Moskva va Tbilisi kabi shaharlarda ham kuchli jamoalar faoliyat yuritgan. Yillar davomida klub bir necha bor nomini o'zgartirdi. Spartak, Sug'diyona, Maroqand, Afrosiyob. Ammo 2009-yilda jamoa o'z tarixiy nomini qaytarib, yana Dinamo Samarqand sifatida maydonga chiqdi. Bugungi kunda klub O'zbekistonning eng yuqori divizioni O'zbekiston Superligasida munosib ishtirok etmoqda. Jamoa o'z uy uchrashuvlarini Dinamo stadionida o'tkazadi. 13800 muxlis sig'adigan ushbu stadion haqiqiy professional futbol muhitini yaratadi. Sherlar, arslonlar, oq armiya bu Dinamochilar ruhiyatini ifodalovchi kalimalar hisoblanadi. 2025-yil yakunlariga ko'ra klub Superligada 4-o'rinni egallab, o'zining raqobatbardoshligini yana bir bor namoyish etdi.